Yo, salom aytib baxtli. Bugun sizlar bilan men o'sha sizlar bilgan Casillasman. Bugun eng zo'r 5 ta setni aytaman. Bo'lmasa boshladik. Birinchi setimiz bu set klaviatura qani? Mana. H. Top 5 ta eng zo'r qishloq setlari. Uchmaydimi? Mana. Bu yerda ikkita anavni uy bor. Juda xil sandiq, kirka, obsidian bor. Keyingisida ham shu ahvollardan biri. Obsidian, non-function narsa. Buni bitta siri, buni ikkita siri borlar. Mana birinchi siri, mana qarang. Mana shu yerdan kelasizda, mana shuni yoniga kelib, bir tomonidan teshasiz. Qarabsizki, o'rgimchak ekspanderiga to'g'ri kelasiz. Bu yerda temirlar, purxlar, hattoki ikkita paqir ham bor. Mana bitta sir borlar. O'sha qizig'i yo'q qo'ydik. Ozgina. Nima chiqmayapti? Mana bu birinchi sirada borlar. Sizlar bilan endi keyingi sirga o'tamiz. Mana daryo ko'ryapsizlarmi bolalar? Mana shu qishloq tomon o'tgan. Mana shu daryo bo'ylab ketamiz bolalar. Ketaverganimizdan keyin mana udan o'tamiz, keyin daryodan ketaveramiz. Yana sal yo'l uzoq bolalar. Yana ham ketaveramiz. Keyin mana bunaqa piramidaga o'xshagan narsa chiqadi. Keyin mana bu yerda haqiqiy piramida ko'ramiz. Tushamiz pastga. Hozir qayerdan tushsak bo'ladi? Mana shu yerdan tushsak bo'ladimi-ki? Bu yerda tushishga qayerda yo'l bor? Mana borlar. Mana asta tushib kelaveramiz. O'ng tomonimizda haqiqiy yo'l bor bolalar. Sizlarga eng yoqayotgan joy bu yerda. Siz setida eng zo'r narsa topasiz bu yerda. Eng topish qiyin bo'lgan bu yerda oltin va bu yerda 3 ta olmos bor. Demak, kirka, bu yerda har xil qurigan go'sht, bu yerda bemalol oltindan braniya qilsangiz ham bo'ladi. Bolalar, keyingi setimiz bunday bo'ladi bolalar. Ya'ni sonli bo'ladi. Tug', adashibman. 90, 80, 33, 17, 6 bo'ladi bolalar. O'tamiz. Va men bolalar mana bu qishloqni topamiz. Bu yerga va bu yerga yaqin. Ko'pincha men vijvaniyani ana shu setda qilaman. Tushmaydi-ku. Va hozir buni ichida nima borligini bilamiz bolalar. Qani edi? Mana shu yerda bo'lishi kerak. Sunduq nega bu yoqqa joylashgan? Sunduqni ochsak, yegulik bor faqat. Bu yer mana do'stlar, qishloq kerak bo'lsa mana yana bitta set bolalar. Bu yerda sizlar ko'proq vijvaniyani qilsangiz bo'ladi. Har xil. Bo'lmasa bolalar, keyingi setimizga bolalar 13, 12 bolalar. Ana o'tganimizdan so'ng mana hozir sizlarga bitta set ko'rsataman. Mana bolalar. Mana bitta qishloq bolalar. Bu yerda ikkita anavni uyi bor bolalar. Ana sunduqni ochaman. Bu yerda oyoq kiyim, oltin. Buni cho'chqani, mana shunani olgan bor ekan. Va
bera qo'shilib ketdik. Mana shu yerni yo'q, mana bu tomonda ekan. Mana sunduq bolalar. Ichida olma ham, hattoki kirka bor ekan bolalar. Men kirkani olamiz bolalar. Endi mana bu qishloqda deyam bitta sira bor bolalar. Ya'ni shu tomonlarda qishloq bo'lish kerak yana bitta. Shu tomon. Ana shu tomondan bolalar. Bu yerda yana bitta qishloq bor bo'lishi kerak bolalar. Men adashdimmikan bolalar? Va bolalar, qishloq mana bolalar. Mana bu qishloq. Mana bu ikkita kon borku, ana shu tomonda ekan. Bu qani bu qishloqni? Bu yerdadir nechinchidir qishloq desa bo'layotgan bolalar. Bolalar keyingi setimiz Mimi degan set bolalar. Bu set qishloqni naq o'rtasida chiqasizlar. Hozir bolalar buni qo'lay. Qani hozir bolalar. Isyon yo do'stlar, adashibman. Chalamiz. Mana do'stlar. Mana o'sha qishloq. Hozir bu qishloqda hech qanaqa uy yo'q, lekin bu qishloqni siri mana bu yerda. Tezroq. Mana bolalar, bu yerda sizlar ana topsalaring bo'ladi. Qani eshikdan tushamiz. Voy. Bu yerda sizlar eng kerakli narsa topasizlar. Ya'ni adashibman bolalar. Yana bu yerda ana topsa bo'ladi bolalar. Joyini topsa bo'ladi. Har bolalar.